O'zbekistondagi avtomobil egalari bu videoni ko'ringlar. Mashinangiz 50% benzin kam rasxod qiladi deb ko'p blogerlar reklama qilyapti. Vodorodniy generator deydi uni. Hash element, element, balobattar degan har xil nomlarda bu. Gaz bo'lsa mashinangiz gazi ham 70% kam. Vixla Porschelaringiz top-toza yuradi deb zaharli gazli chiqarmaydi mashinangizni juda qattiq reklama bo'lyapti. Ogoh bo'linglar. Bu videoni yuborib qo'yinglar, mashinasi bor avtomobil egalariga yuborib qo'yinglar. O'rnatmoqchi bo'lib yurgan H2 element 70% ekonom qiladi benzinlarni deb reklama qilayotganlardan men sizlarni ogohlantiryapman. Bu narsani ni v kom случае o'rnatmanglar mashinangizga. Bu narsa eng arzoni $200 tursa kerak menimcha. Agar $500 dan zarajat qilmasa, noinsof avtoblogerlar o'zini vatandoshlariga sotyapkan. Bu narsaning hech qanaqa foydasi yo'q. Eshtinglar, hech qachon o'rnatib yurmanglar. Yaqinlaringizni o'rnatmoqchi bo'lsa, o'rnatmanglar. Shu narsani reklama qilayotgan avtoblogerlarga boykot beringlar. Boykot deb yozinglar kommentariyasiga. Sotmasin bunaqa narsa. Chunki men bu narsani bilaman, og'aynimni katta mashinasi bor, qo'ydi, lehkovoy mashinasi bor, unga qo'ydi. Hech qanaqa foydasi yo'q. Naborot, rasxod ko'payadi mashinangiz, kamaymaydi. Agar yo'q, sen noto'g'ri gapiryapsan deyotgan bo'lsanglar, menga kommentariyada обязательно yozib qoldiringlar dalili bilan. Bu narsani foydaligini. Bu narsa как piramida. Piramida sotadi bular. O'shqatib balki bir narsani mashinaning yo'li bilan olmaydi-yu. Mana deb turib balki laxatronni qo'lingizga berib qo'yadi. Shunaqa pulingiz oladi. Bu videoga like bosib, ko'proq kishiga yuborib qo'yinglar. Чтобы ogoh bo'lsin avtomobili bor vatandoshlarimiz. Bunaqa mashinalar reklama qilsa, boykot deb yozib qo'yinglar. Sinalmagan narsa qilyapti bizdagi reklama, lekin qilmanglar, insof bergurlar.